Bugungi darsimiz printerda nastroykasini to'g'rilash haqida bo'ladi. Faqat foydalanuvchilar sizlarga bitta eslatma. Men bu darsliklarni to'g'ridan-to'g'ri zapis qilib, jonli efirda zapis qilib, to'g'ridan-to'g'ri YouTube'ga joylamay, hech qanaqa montajsiz shuni yuklayman. Masalan, orqamda shovqin eshitilishi mumkin, ish paytidaman. Balkim telefonim jiringlab qolishi mumkin. To'g'ri tushunasizlar deb umid qilaman. Endi matsam bo'ladi. Har bitta foydalanuvchi, masalan, darslikni mukammal o'rganishni xohlayman. Shuning uchun o'zim bilgan nima bo'lsa hammasini qo'limdan kelgancha o'rgatib boraman. Endi hozirgi darsimiz qiziq dars ekan. Mana bu printerda nastroykalarni to'g'irlash degan dars ekan. Mana Photoshop dasturiga kirdik. Qarang. Photoshop dasturiga kiramiz. Misol uchun rasm pechat berishimiz kerak ekan. Masalan 15 ga. Alt ketilqani bosamiz. Oldinlari 805 printer paytimda men A4 ga mana 00 qilardim, burchakdan pechat berardim oldin, chunki mana bu yog'i listga yopishadi bilsangiz, strularni o'ngdan chapga qarab. List chap tarafda qo'yilardi. Hozir bunday qilib bo'lmaydi. Hozir yangi chiqayotgan printerlar eng kam 80 yillik chiqadi. Undan keyin har qanday yangi modeldagi printerlar endi bu yog'iga list markazda turadi. Shuning uchun 0 deb bosaman. Faqat sal chaproqda bo'lishga 2-4 qilaman. 2-7 mi 2-4 bilan o'shanda 10-15 to'liq chiqadi. Printga o'taman. Masalan 15 qog'oz chiqarmoqchiman. Ko'p rasmchilar qarang, e'tibor qiling, mana bitta holatda chiqaradi. Men oldinlar ko'rib ichim qisib ketadi. Mana pechatga o'tyapti. Mana bu yerdan kirib A4 dan 15 ga qo'yadi. Keyin mana bu yerdan printer tanlab, mana bu yerda 15 tanlab, mana bu yerdan glossy o'qib tanlab pechatga beradi. Masalan, dasturdan chiqib ketib, yana dasturga qaytib kirsa, o'zi nastroyka o'zgarib ketgan, har safar yana nastroykani to'g'irlash kerak-da bu. Mana bunday qilib, yana kirib, yana to'g'irlash juda ko'p vaqt ketadi. Rasmni taxlashdan ko'ra printerda nastroykasini tanlashga bilmayman juda ko'p vaqt sarflaydi-da. O'zi unday qilinmaydi-da. Mana shunday kirasiz, mana pechatga o'tyapsiz, o'zi printer nastroykasi yana o'zgarib ketgan, yana glossyga qo'yish kerak. Bunday taxlanmaydi-da. Eng qulay yo'li mana. Pustni bosamiz, mana bu yerda устройство printerga kiramizda. Mana. Printer tanlaymiz, nastroyka pechatga kiramizda. Birinchi qiladigan ishimiz, qarang, har safar nastroyka tanlab o'tirmaydi. Mana bu yerda prostoya bumaga yo matvi yo glonsiga har safar qo'ysangiz juda ko'p vaqt ketadi. Eng qulay yo'l mana nastroyka pechatga kirib, birinchi o'rin servisga o'tamizda, qarang. Mana bu yerda razрешение parametri degan narsa bor. Bitta bosingda mana bu yerda belgi turgan bo'ladi. Qaysi biridadir mana bunda. Adashmasam. Mana shu belgini olib taylang. Mana olib taylagan atayin. Buni olib taylaganingizdan keyin mana bu yerda bilsangiz pechat ketgan, mana bu ekranda yugurib chiqadi. Rasm list ustida mana bu ekran yugurib chiqadi. Pechat ketyapti, nastroykasi to'lib boryapti. Har safar pechat berganingizda ekranni to'sib mishat qiladi-da. Mana shu narsa o'chirib qo'ygan bo'lasiz. Mana shu narsa chiqmaydi pechat berganingizdan keyin. Keyingisi eng asosiysiga o'tadigan bo'lsak, qarang. Birinchi qiladigan ishimiz mana. Masalan, mana bu birinchi oddiy list chiqarmoqchimiz. Mana prostoya bumaga turadi, standartga turadi. Shunday. Birinchi foto bumaga nastroykaga qo'ying, chunki printerdan mana ayniqsa 80 likda birinchi o'rinda foto bumaga chiqadi. Shuning uchun mana bu matviga qo'yiladi. Men har doim matviga qo'yaman, mana buni standartga qo'yaman. Endi добавitga kiramanda mana bular bitta o'zi sekret qilib qo'yaman. Mana yo'q endi, mishat qilmaydi. Shuni добавitga kiramanda mana bu yerda masalan birinchisi bo'lsa foto bumaga deb yozaman-da. Foto bumaga deb yozib, masalan birorta o'zimga yoqqan belgini tanlayman, saqlanib bosib qo'yaman. Mana ketdi foto bumaga. Shuni okta bosib qo'yaman. Har safar endi mana bu printerdan kirgan payti mana qarang, hozir bitta rasmni dasturga bir kirib chiqaman. Masalan rasm chiqarmoqchiman. Mana shu masalan 20-30 chiqarmoqchimanmi? Kesib olaman. Alt ketilqani bosib printerga o'tsam, mana avtomatik foto bumaga nastroyka turibdi-da. Bu yerdan to'g'rilasangiz har doim shu nastroykada qolib ketadi, shunisi qulay. Keyingisi shunday kiraman nastroykaga. Keyingisi shunday bitta bosamanda prostoya bumaga qo'yaman-da. добавitga kirib, masalan oddiy list deb yozaman-da. Bunga boshqa belgi qo'yamiz-da, masalan zakretni bosamiz. Ketdi, oddiy list chiqadi. Yoki oddiy list ba'zida
tez chiqaradi printer, lekin chizib chiqaryaptimi? Lekin shu payt mana visokiyga qo'ying, sal sekinroq chiqaradi. Foto bo'lmagan tezroq, oddiy list nastroykadan sekinroq chiqaradi, lekin zo'r chiqaradi. Bunga visokiy deb qo'ying. Bunga birorta yoqqan belgini tanlab saqlantirib qo'yasiz. Bo'ldi mana. Keyin ba'zida bizda muammo bo'lgan, masalan, ko'pincha harbiylar rasm taxlaganda bo'ladi, ki ularning formasini rangi o'zgarib ketadi. Masalan, ekranda yashilday chiqadi, yo masalan, vaynerlarga yoki milslar rasm taxlagan paytda ular kiyimi yashilroq rang. Lekin pechatda boshqacha rang chiqadi printerdan. Chunki Photoshopda avtosvet degan nastroyka bor. Mana avtomatiskiy nastroyka bor-da, bu o'zidan rang qo'shadi, sariqroq rang qo'shadi. Mana. Shuning uchun mana shu muammo bo'lmasligi uchun mana nastroykaga kirasizda, mana o'zidan rang qo'shadi deganda. Mana qizil rangga qarang, sariqroq qo'shgan. Sito korreksiyaga kirib, mana bu hech qaysi yurg'izmasdan okni bosingda, okni bosiladi-da, mana bu yerda mana foto bo'lmagan nastroykasi turibdi o'zi mana. Boshdan ko'rsa foto bo'lmagan bitta bosdim. Nastroykaga kirib, razshinaga kirib, sito korreksiyaga okni bosamanda. Shunday bosamanda, masalan, original svet deb qo'yaman. O'shanda forma qanaqa rang o'sha o'zi rangda chiqadi. Photoshop o'zidan hech qanaqa rang qo'shmaydi. Photoshop deb mana print nastroykaga o'zidan hech qanaqa rang qo'shmaydi. Mana bu yerda birontasini saqlantirib qo'yaman. Ketdi. Masalan, printerdan tashlab chiqarmoqchi oddiy listga mana fotomobil qo'yib nastroyka qildim. Yopdi mana Photoshopda yopaman. Mana endi masalan Corel Drive'dami, Photoshopda tashlab yozdim yoki list chiqarmoqchiman. Pechatga o'tgan paytimda masalan shunday kiramanda birdan mana oddiy listga qo'yib okni bosam bo'ldi, birdan chiqib ketadi. Har safar kirib nastroyka to'g'rilayotmayman mana. O'zim yoqimda bitta bosib okni bosam bo'ldi, chiqib ketaveradi. Mana o'ziga yoqqan nima nastroyka bo'lsa, mana shuni qo'yib qo'yavering. Mana shu yerdan yana men nimada esimdan chiqqan bo'lishi mumkin. Men o'zingizga yoqqan narsa, masalan, glansway deb masalan bitta glossy bitta bosib buni glansway degan bitta nastroyka qilib qo'ysangiz bo'ladi. Yoki ba'zida muammo bo'ladi. Masalan, A4 listga narsa chiqaryapsiz. Qarang, A4da ham masalan bitta muammo bo'ladi. Masalan, 21 ga 29.7 A4 degan. Mana pechatga beryapsiz, lekin to'rt tarafida mana bunday joy qolyapti. Pechatda iloji yo'q bu. Printer baribir listda atrofini joy qoldiryapti, to'g'ri? Lekin masalan chetidan joy qolmasin desangiz, hech qanday joy qolmasin, mana foto bo'lmagan bitta bosasiz. Bespoliga kirib mana bundan bitta chaproq surib qo'yasiz. Okni bosasiz, mana bu yerga kirib masalan bespoli deb bironta yubi yoqqan belgini tanlab, masalan saqlantirib bosib qo'yasiz. Bo'ldi ana. Shunday kirasizda mana. Bespoliga qo'yib bitta okni bosib pechatga bersangiz ham bo'ladi. Epson printerning nastroykasi mana shu yerdan to'g'rilanadi. Keyin esdan chiqmasa mana bu yerda использовать по умолчанию qaysi printerda tursa o'shanga birinchi uni Photoshop birdan o'shanga o'tadi. 3-4 ta printer turgan payt o'shanga belgi qo'yman, использовать belgi turadi. Odatdagidan. Biroz hozir menda bitta printer ekan qo'ya olmayapman. 3-4 ta bo'lgan payt mana shunga bosib qo'yinglar. Asosiy printeringizga. Mana hozir sizlarga printer nastroykasini qo'limdan kelgancha tushuntirib o'tdim. Agar masalan darslik qiziq bo'lsa, bemalol mana birorta ko'rsataman. Rasmxona.uz degan saytimiz bor. Bu yerga kirib mana darslikka bemalol ko'chirsangiz bo'ladi. 4-darsni ko'chirsangiz, ikkinchilar mana print nastroykasi bitta bosasiz, avtomatik ko'chirib ketadi. Yoki mana bu rasmxona.uz degan kanal bor. Mana shunday bitta bossangiz, mana print nastroykasi videoni ham ko'chiradi, o'sha nastroykasi ko'rsatib beradi. O'z buni darslikni ko'chirish shart emas, buni YouTube dan ko'rib o'rgansangiz bo'ladi. Darslikdan xuddi shu videoni qaytarib qo'yganmiz. Boshqa hech narsa yo'q. Obloshkalarda esa mana ChatGPT ga aytib chizdiryapman. O'zim bunaqangi darajada chiroyli yasa olmayman. Photoshopda bunaqa chiroyli yasash imkoni ham yo'q deyarli. Просто yasamoqchi obloshkani tashlab qo'yaman, o'zi yasab beradi chiroyli qilib.